Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mijozlarimiz. Sutchi, qattiqchi aka-ukalarimiz videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga juda yaxshi manfaatli bo'ladi. Xo'p, bizlar hozir Albuxoy tumaniga bu yerga bizlar ikkita muzlatgich ombori qilib berdik. Ya'ni sutni zavodgacha yaxshi ushlab borish uchun. Xo'p, bu xolodilnikka bular bu akalarimiz, ya'ni baqlashlarga suvni solib xolodilnik ichiga saqlab, bu yerga baqlashga muzlagandan keyin sutni bachogaga solib zavodgacha yaxshi ushlab borish uchun shunaqa xolodilnik kamera qurdilar. Mana ko'rishingiz mumkin, bu ikkinchi kameramiz bo'lib, ya'ni 20-25 kublik xolodilnik ombor. Bu yerga bizlar 5 HP lik xolodilnik agregat o'rnatib berdik. Kondensatori FN49, mana 5 talik BR komplektatsiyadan полный мощный usulini qilib senish panellarini ham PPU, ya'ni penopoliuretan senish panellaridan o'rnatib berdik. Mana eshik zavodskoy 1:2 penopoliuretan. Mana eshiklar ham zavodskoy, shitlar ham zavodskoy. Mana shunaqa zamonaviy, tejamkor xolodilnik omborlar kerak bo'lsa, agar murojaat qilinglar. Mana hozir ikkinchi kameraga borib, ikkinchi kamerani ham ko'rsatib o'tamiz. Ushbu ikkinchi muzlatgich omborimiz hisoblanib, bu yerga bizlar 7 HP lik muzlatgich agregatini o'rnatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Ichiga DJ40 воздушный испаритель o'rnatib berdik va bu ham kameramizning полный senish panellari penopoliuretandan o'rnatib berilgan. Eshik ham mana zavodskoy penopoliuretan razmeri 1:2 Xitoy eshigi. Mana agregat 7 HP lik, kondensatori FN70 bilan kompressor BR Xitoyniki, ya'ni burgut deymiz. Mana shunaqa agregat bilan jihozlar berdik. Mana shunaqa xolodilnik omborlar kerak bo'lsa agar O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Polni ustalarimiz bor, komanda bor, borib o'rnatib podключ sizlarga topshirib beradilar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, manfaatli bo'lgan bo'lsa, laykni ayamanglar. Sizlarning layklaringiz bizlarning rivojlanishimizga sabab bo'ladi.